Kim o? Oy, yaxshimisiz? Rufinani o'yimi? Ha, mushu. Men Rufinaning muallimi. Siz Rufinaning nimasi bo'lsiz? Oy, ha, ma'lum yaxshimisiz? Men dadasiman. Ha, naq deb men Rufina to'g'riliq deydigan nurg'un gap batdi. Xo'sh, kiring yerga. Ma'lum, birdan o'tirib tursingiz, men choy damlab chiqay. Bo'ldi. Mening ishim babek aldirash. Rufina to'g'riliq sizga deydigan nurg'un gaplarim batdi. O'tiring. Ha, ma'qul. Hey, bu sizlar bolalarning natijasi ko'ngil bo'lyaptamsizlar ya? Ya topshiriq to'g'ri ishlamaydi. Ya imtihon natijasi yaxshi emas. Siz dodis bo'lgan odam bir ota-onalar yig'iniga ya vaqtida qatnashib bermaysiz. Qanday degan gap bu? Qarang ma'lum. Men savdo bilan shug'ullanaman. Shuning xizmatlarim bak aldirash kunda. Oldingizda baxijal. Lekin mening qizim topshiriqlarini vaqti-vaqtida to'liq ishlab bora oladi ekan. Hey, yazılı bulamda qarab chiqqan yozgan xatlarning hammasi xato. Ma'lum. Mayli to'g'ri yozsin ya xato yozsin. Qizim tirishibdi va. Hey, tirishsili bo'lmaydi. Maqolni ishlatish kerak, ko'ngil qo'yish kerak, imtihondan o'tish kerak. Ish qilib gapni yig'ib ekkansak-chi, sizning qizingiz bek döt. Döt? Siz bir xalq o'qituvchi turib, o'zinglar bolani yaxshi o'rgatolmay, natijasini chiqarolmay endi kelgan chaqda bizning bolalarimiz döt bo'lib qoldi, shunaqmi? Meningcha bo'lsa, bu dunyoda döt o'quvchi yo'q, döt bola yo'q. Aksincha sizlarga o'xshash mas'uliyatsiz o'qituvchi hamda oz sonliq nodon döt ota-onalar ash sabiy bolalarni kunda sen qilolmaysan degashga, aşı bolalar o'zining ishonchisini yo'qotib, o'zini tashlab ketgan xolos. To'g'ri? Har bir bolaninki kamchiligi bo'ldi. Shuningga qarta o'zining ortiqchiligi bo'ldi emasmi? Men kichik vaqtimda yaxshi o'qimabdi ekanman. Uning ustiga u chaqlarda sharoit yaxshi emas. Lekin men yana o'xshash o'zimning tirishchanligi orqali ichki korxonaning direktori bo'lib, bolalarimni, mush oilamni qamdavotman yana o'xshash. Biz ota-ona bo'lgan odam mushta tirishishimizning sababi nima? Ikkinchi bolalarimizni yaxshi o'qitqimiz yo'qmidi? Bizningmi o'zimizga o'xshash yaxshi o'qiyolmay qolmasin deb mush tirishib pullarni yig'ib mana mush uylarni oldim. Maxsus sizlarning maktab yaxshi ekan, sizlarning maktabning o'qituvchilari bir-birisidan yaxshi ekan, bolalarni yaxshi tarbiyalaydi ekan degashga men sizlarning maktabga berdim. Lekin sizchi endi bütün xatolikni bolalarga qo'yib, ota-onaga qo'yib, o'zingizning mas'uliyatini ishtirib atamsiz shiga. Texi bolalarning topshiriqlarini ota-onalar o'zi tekshirsin. Ananikin maktab vakilinglar deydi ekansiz. Qiziq. Mening sizdek savodim bo'lgan bo'lsa, bolamni o'zim o'qitmabdi. Nima ish qilib maktab topshirib beraman? To'g'ri. Balki mening qizimning ba'zan fanlari nacharlab qolgan bo'lishi mumkin. Lekin muzika muallimi bilan rasm muallimi kunda maqtaydi. Sizning qizingiz o san'atkor bo'lgan qiz bo'lgan deb. Hem qanchalik faxrlanib ketmay bilamsiz? Men qarang ma'lum. Bolalarningki natijasi nachar bo'lgan bilan odamiyligi nachar bo'lishi natoyi. İmtihan numari tuvan bo'lgan bilan aql iqtidori tuvan bo'lishi natoyin. Bolam, menimcha mening bolam döt emas, siz dötgansiz. Voy bo'ldi. Men sizga gap tushundirib bo'lolmaydi ekanman. Eng yaxshisi berib ishimni qilaychi. Has bolam. Qapimay bolam yetkizib qo'ysiz o'pchika. Mayli natijasi qandaqlan bo'lsin, men taqdek dadislan bo'ldi-ku. Uni men menga qo'g'dayman. Mening shunda ulug' dadam bor.